Türk Birligi ve Uyghur siyasi yolu. Assalamu alaikum qarindoshlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bu qitim alohida bir video ishlamadim. Siyosat o'ynaydigan har bir odamning oldida bir dunyo xaritasi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ammo mening oldimda boshqa bir dunyo xaritasi bor. Bu bo'lsa-mu Turan ordusininki, ya'ni Türk Birligining xaritasi. Bu birlik 2009-yili 10-oyning 3-kuni Azerbaycan Naxçıvan'da kurulgan. 4 devlet bilan qurilgan bu birlikning soni hozir 8 ga yetgan bo'lib, hatto Hungariyadan tortib Ukrainagacha bu birlikka qo'shilishni xohlaydiganligini bildirgan bo'lib, bu birlikka qo'shildi. Hungariya o'zini biz Atilla'ning nevralari, avlodlari deb bu birlikka alohida qo'shildi. Bu birlikninki siyosiy o'rtoqlik, ekonomik o'rtoqlik, askariy birlik qatorliq programmalarni o'ttir qo'yib, aktiv holatda harakat qilyotdi. Hamsi biz qaysi siyosiy yo'lni, qaysi siyosiy yo'nalishni tutishimiz kerak? Kim o'zining manfaati uchun Xitoyga bizni tahdid qilib qo'llanyotdi? Kim bizning manfaatimiz uchun Xitoyga urush ochadiganligini so'zlayotdi? Undaq bo'lsa biz kimning manfaati uchun kim tarafda turishimiz kerak? O'zimizning milliy manfaati uchun kimning yonida turishimiz kerak? Biz bularni nihoyat yaxshi o'ylashimiz kerak, qarindoshlar. Hozir biz uchun so'zlayotgan davlatlar kimning manfaati uchun Xitoyga tahdid qilyotdi? Uyg'ur siyosiy yo'lidagi kam bo'lsa bo'lmaydigan bir yo'lnish cho'qim dal mushu Türk Birligining siyosiy yo'li. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim bo'lib, cho'nglardan xili bilan degan gaplarni anglaydik. Shunga bizmi o'zimizning xilini tepishimiz kerak. Undaq bo'lsa, bizning xilimiz kimi? Xristianlarmi? G'arb ellarmi? Yoki Türk Birligi musulmon davlatlarmi?